Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ilovamizga Bootstrap temasini qo'shib ko'ramiz. Ya'ni ilovamizni dizaynini o'zgartirib ko'ramiz. O'tgan darsda yaratib olgan layout faylini o'chirib olamiz home papkasidagi va shared papkasidagi layoutni ochib olamiz. O'tgan darsda aytib o'tgan shu faylda ishlatiladigan CSS'lar ko'rsatiladi. Hozir Bootstrapdan o'zimizga yoqqan birorta stilni olib olamiz. bootswatch.com ga kirib birinchisini olib qo'yaveraman. Ilovamiz joylashgan papkani ochib www.root papkasiga kirib, uning ichida CSS papkasiga kirib saqlab olamiz. Sterling Bootstrap min CSS saqlaymiz. Faylimizni saqlab oldik. Studiyaga qaytib turib, o'sha layout faylni o'ziga shu stildan foydalanish kerakligini yozib qo'yamiz. Saqlagan faylimizni tekshirib olamiz, to'g'ri saqlaganimiz. www.root CSS papkasini ochib qarab ko'ramiz. Endi layout faylga link qo'shib qo'yamiz. Birinchi turgan Bootstrap min CSS ko'rsatilgan link tagini kommentiruvchi qilib qo'yamiz. Va uni pastidan hozirgi temamizga silka yozib olamiz. Link tagi bilan ring rail style sheet deb yozib, silkani yo'liga tilda belgisini yozib, undan keyin slash css yana slash qilsak, bizdagi shu papkadagi css fayllarni ko'rsatish kerak, lekin hozir saqlaganimiz bizda ro'yxatda chiqmadi. Bu hozir saqlagan faylimiz ro'yxatda ko'rinishi uchun proyektimizni перезагрузка qilib yuborish kerak. Uning uchun proyekt ustida o'ng tugmani ezib turib, pastda выгрузить proyekt bor. Buni tanlaymiz. Va keyin yana o'ng tugmani ezib turib, перезагрузить proyektni tanlaymiz. Proyektimiz qayta yuklanadi. Mana endi yana qaytadan yozib ko'rsak bo'ladi. Endi ro'yxatda chiqishi kerak. CSSlar ro'yxatida chiqishi kerak. Papkani ko'rsatamiz. Mana chiqdi. Uni ko'rsatamiz. Silkani qo'shib oldik. Endi ozgina o'zgartirish kiritamiz. Headerdagi nav tagini ichida klassimizni o'zgartiramiz. Navbar light, navbar dark qilib qo'yaman. bg white, bg primary qilib qo'yaman. Tekshirib ko'ramiz. Mana biz qo'llagan tema bilan dizaynni o'zgartirib oldik. Lekin havolalarda tekstning rangi qora turibdi. Uni oq qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Bootstrap saytiga kiramiz. Sterling temasiga kirib turib, birinchi ko'k turgan temadan kodini olamiz. Navda klassini ko'chirib olamiz tekstini va o'zimizni faylimizga tashlaymiz. Navbar degan joydan o'chirib olib turib, hozir ko'chirganimizni tashlab olamiz. Va silkalardan taglardan text darkni olib tashlaymiz. Ishga tushirib ko'ramiz. Mana silkalarimiz endi oq ko'rinishda. Bootstrapni qo'shib oldik loyihamizga. Bugungi darsimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.